7 sotix maydonga qurilgan 2 qavatli qo'shimchasiga o'zini yerto'lasiga ega bo'lgan kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Joylashgan lokatsiyasi juda ham super lokatsiya. Eski shahar hududida turibmiz. Bu tomonimizda Makarenko maktabi va vokzal hudud gazidan kirib keladigan yo'limiz, ko'chamiz ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina katta asfalt qilingan. Bu tomonimizda esa darshi, chap tomonga yursangiz agar to'g'ridan-to'g'ri Labavuzga chiqaradi, o'ng tomonga yursangiz agar Samarqand darvozasiga chiqaradi. Ushbu kottejlarimizdan 4 ta sotuvga qo'yilgan, kadastr hujjatlariga ega, gaz, svet suvlari hammasi ulab qo'yilgan. Aytgancha yetmaganiga Jem avtomashinani hisoblab olarkanlar. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz darvozaxonaning ichkarisiga mashinalaringizni qo'yishlaringiz mumkin yoki tashqari tomonda ham chiroyli naves qilib, mashina qo'yadigan joy qilib olishlaringiz mumkin. Bruschatkalarini havo sovuq bo'lganligi tufayli o'zi tayyorlab bermaganlar. Havo solgina qo'yvergandan keyin bruschatkalarini ham aytilgan narxning ichiga egalari tayyorlab berar ekanlar. Old tomonimizda yashil hududlar qilib qo'yilgan va darvozaxona oldida kaletkalari kiramiz. Fasadi juda ham chiroyli, oq rangli travertinni ishlatgan ekanlar. Ichkarilarini, bruschatkalarini qilib beradilar. Bemalol mashina sig'adigan sharoitlariga ega. Mashinamiz shu yerda edi. Undan oldingi videoga kirishlaringiz ham mumkin. Bu tomonda asosiy binomizga kiriladigan joylari: birinchi qavatimizda 2 ta xona, oshxona, hol, 2 ta sanuzul bor. Ikkinchi qavatimizda ham 3 ta xona, 2 ta sanuzul va ana bunaqa chiroyli ochiq balkonlarga ega. Bu tomonimizdan esa yerto'lasiga tushiladigan joylari bor. Yerto'lasiga ham ega. Birinchi ichkari binoni ko'rsatib o'tamiz va yerto'lasiga keyinchalik tushamiz. Narxiga kelsak agar, narxini $110,000 deb baholayaptilar. Yana kelishadigan joylari bor ekan. Pastda to'g'ridan-to'g'ri quruvchi akamiz nomerlarini qoldirib o'tdik, ya'ni egalari nomerlarini qoldirib o'tdik. Kirib kelishimiz bilan anchagina katta holimiz ko'rishlaringiz mumkin. Holimizdan to'g'rida uy bekalar orzu qiladigan oshxona, ikkinchi qavat ko'tariladigan zina, ikkinchi qavatimiz tepalari ham piltada yopilgan. Bu tomonimizda mehmonxonamiz, umumiy sanuzul xonamiz, kattalar yotoqxonasi va ichkarisida o'zini alohida sanuzul xonalari bilan ko'rsatishni boshlaymiz. Bu yerda oshxonamiz tashqari tomonga qarab turibdi. Juda ham chiroyli, lokatsiya super joylashgan va pastki qismida uy bekalari uchun alohida o'zlaringizni ortiqcha jihozlaringizni qo'yish uchun maydaroq bo'lsa ham o'zini kladovkasiga ega, elektromontajlari qilingan, shtukaturkalar qilib qo'yilgan, to'liq pishgan g'ishtda qurilishni qilgan ekanlar. Mana bu yerda chiroyli prixo'sh mebel qo'yishga sharoitlari ham bor. Bu tomonda esa kattalar yotoqxonasi va ichkarisida alohida o'zini sanuzul xonalari bilan birgalikda. Ya'ni ota-onasi bilan turadiganlar uchun juda ham zo'r variant. Bu umumiy sanuzul xonamiz. Oldida esa anchagina katta mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamiz juda ham katta, chunki eni ham, bo'yi ham anchagina kattaroq qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinalarimiz. Ikkinchi qavat ko'tarilib oldik. Ikkinchi qavat ko'tarilib olishimiz bilan bu yerda yana prixoshkani hol qismimiz. Bu tomonimizda ushbu katta xonamiz bor. Xohlasalaringiz yopib mehmonxona sifatida foydalansalaringiz, pastda ayollar, tepada erkaklar o'tiradigan joy ham bo'ladi. Yoki-da kak hol sifatida foydalanib, o'zlaringiz oila a'zolaringiz bilan mazza qilib dam oladigan joy qilsalaringiz ham bo'ladi. Bitta 75 ekranli televizor va bu yerda mягкий mebel yoki kamincha pastida ideal holatda keltirsa bo'ladi. Gapni qisqasi, bu tomonimizda ochiq balkonlar ham bor. Umumiy sanuzul xonamiz, yana bitta kattalar yotoqxonasi, ichkarisida o'zini alohida sanuzul xonalari bilan birgalikda ko'rishlaringiz mumkin. Tepalari piltada yopilgan, ortiqcha ustunlar umuman o'tmagan. Bu esa 5-xonamiz. Narxi $110,000 deb baholanyapti. Yetmaganiga Jem avtomashina hisoblab oladilar. Pastda to'g'ridan-to'g'ri egalari nomerlarini qoldirib o'tdik va men sizlarga hozir yerto'lasini ko'rsatib o'taman. Bir daqiqa. Bruschatkalarini qilib berishadi. Mana bu tomonda yerto'lamiz, xohlasalar ofis sifatida foydalanishlaringiz ham mumkin. Pastda quruvchi akamiz nomerlarini qoldirib o'tdik. Asosiysi barcha hujjatlari joyida qilib qo'yilgan. Uyingizni yonginasida masjid bo'lsa, 5 vaqt azonni ovozi eshitilib tursa, mana shunaqa elitni kottejda yashasangiz agar, 2 sotixdan oshiqroq birinchisi, ikkinchisi ham 2 sotixdan oshiqroq, faqat uchinchisi 2-4 sotix ekan. Xo'p, 3 ta bir xildagi kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Narxi hamyon bo'lib holatda, ko'chalarda tez orada taqib bo'ladi, gaz, svet suvlari ulanadi. Shunagina Xo'ja Ismat masjidini oldida joylashgan. Xo'p, Ulug'bek Ultramed klinikasini ko'pchilik yaxshi biladi. Ana shu klinikani oldi bilan kirib kelsa bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda ertaknamo kottejcha qilib qo'ygan, loyiqtalarga chiroyli ishlovlar berilgan, devorlari chiroyli qilib kraska qilib qo'yilgan. Tashqarida bitta hojatxona, landshaftni zona uchun joy. Xo'p, proyektiga to'xtaladigan bo'lsak, 4 ta xona, 4 ta sanuzul, bitta katta hol hamda orqa hovlidan iborat. Kirishimiz bilan mana shu aytgan katta holimiz.
pastda ikkinchi sanuzel xonasi bo'lyapti. Tashqarida bitta hojatxona aytdim. Bu yoqda kvartiraning kattagina oshxonasi, kanalizatsiyalar bilan suvlarga liniya qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa kvartirani pastdagi yotoqxonasi bo'ladi. O'to'g'onlaringizga qilib bersalar agar yotoqxona. Bu yoqda orqa hovlicha. Bu yoqda aytganimdek pastdagi sanuzel xonasi. Davom etamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan o'ng qo'lda ikkinchi qavatda ham bitta umumiy sanuzel xona uchun joy kattagina qoldirilgan. Bu yerda koridor. Xo'p, ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz hamda to'rtinchi xona kattagina yotoqxona, ichida o'zini sanuzel xonasi uchun joy hamda garderob uchun joy qoldirib o'tilgan. Oldida ochiq balkonlar bilan birga. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda egasini raqamlari bilan lokatsiyalarini qoldirib o'tyapmiz. Aloqaga chiqib kelib ko'rib ustida aytib bersalaringiz bo'ladi. Asfaltni shugun bosib bo'libdilar. Shugun sizlarga kottejlarni ko'rsatishga keldim. Sirazi asfalt qilamiz, sirazi kottej sotamiz dedilar. Birinchi darvoza, ikkinchi darvoza, uchinchi darvoza, uchta bir xildagi uchi 4 sotix maydonga kottejlarimiz sotuvga qo'yilyapti. Fasadlarni qaranglar, mana bunaqa chiroyli chiroqlar qilib qo'yganlar. Elektronli darvoza, barmog'ingizda ochiladigan. Xohlasangiz kodda ochasiz. Xo'p, kirishimiz bilan katta hovli, landshaftni zona uchun joy, 5 ta xona, balkon, 2 ta hol, 4 ta sanuzel. Maza qilib yashiladigan shinamgina uy. Fasadlar vobshe zo'r qilingan. Bir boshdan bo'lmasa proyektini ko'ramiz qani. Bismillah. Oppa. Hammaga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Kirganda hol, bu yoqda oshxona, bu yoqda bitta yozgi oshxona chiqarib bitta derazani eshikka almashtirib bo'lsangiz ham bo'ladi. Bu yoq endi o'zingizning qo'lingizda. Bu yoqda katta mehmonxona, o'zgina qorong'i ko'rinyapti. Xo'p, bu yoqda umumiy sanuzel xonasi, suv, gaz, svet ulangan. Mana bu yoq orqa hovli, orqa hovliga cheres mehmonxona chiqiladi. Bu yotoqxona, ichida sanuzel xonasi bilan katta yotoqxona. Endi esa ikkinchi qavatga chiqamiz. Elektrlar ham ichkariga kirgizib qo'yilgan, yaxshi qalin kabellarda. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan yana bitta kichkina hol, oldida ochiq balkon, tepada 3 ta xona, pastda 2 ta xona bo'lsa 5 ta xona. Birinchi xonasi. Xo'p, ikkinchi xonasi, ikkinchi qavatni hamda bitta umumiy sanuzel xona uchun joy, yotoqxona, ichida sanuzel xonasi bilan 4 ta sanuzel, 5 ta xona, 2 ta hol, bitta katta oshxona. Xohlasalar tashqarida yana bitta oshxona qilib yuborasizlar. Bemalol pastda lokatsiyasini qoldiryapmiz, egasini o'zlarini raqamlarini qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. 3 ta bir xildagi kottejimiz betonka, okean baliqning orqasidagi uchastkalar massivdan sotuvga qo'yilyapti. Kadastr hujjatlari bor hovlilarimizni boshlang'ich 10 million so'm to'lov bilan notarialni shartnoma qilib olsalaringiz bo'ladi. Bunaqa imkoniyat har kun ham chiqmaydi. Videoni birinchi o'rinda do'stlaringizga, tanishlaringizga ulashib, keyin davomidan ko'raveringlar. Xo'p, qaranglar, kirganda mana shunaqa landshaftni zona uchun joy, bisetkalari bo'ladi, fasad qismlarini qilib beradilar, darvozasi bo'ladi, oyoqtaylan steyashkasi bo'ladi, deraza romlarini o'rnatib, tepalarini yopib beradilar. Kirganda bitta proyektini ko'ringlar, marhamat. Kirasizlar, kattagina koridor, chap qo'llaringizda mehmonxona kutib oladi sizlarni. Bu yoqda esa yana 3 ta xonasi, mana bu yoqda birinchi yotoqxonasi, orqa hovliga chiqadigan eshiklari ham bor. Oldida detskiy xona. Mana bu yoqda yana bitta yotoqxonasi, kvartira narxida chiqyapti rastochkaga. Bu yoqda sanuzel xonasi va bu yoqda oshxonasi. Kottejimizni lokatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, kottejimiz To'rto'r mahalladagi kottejlar massivida joylashgan, shahardan atigi 1,5 kilometr masofa yoki 3 daqiqalik yo'lda. Xo'p, menga tayyor kottejni beradilarmi desalaringiz agar, tayyor kottejimizni boshlang'ich 50% bilan beramiz. Umumiy narx qancha deydigan bo'lsangiz, shunagina pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz umumiy narxini bilib olasizlar. Xo'p, 10 million so'mdan beradigan kottejlarimiz qani unda deydigan bo'lsangiz, kadastr hujjatlari qilingan, hozirda 2 sotix maydonga ega. Hozir bitta bo'lib fundamentdan ko'ramiz.
podushkalari qilib qo'yilgan, qurilishi boshlangan. Hozirgi damda mana bu yerda ham qurilayotganlari bor. Kottejlar massivi, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Birinchi o'rinda shu narsa. Hozirgi kunda ko'ryapsizlar, shahardagi domlarni ham yangilarda gaz 50 ga 50 bo'lib turibdi. Ya'ni yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Bu yerda 100% gaz, svet, suv hammasi bo'ladi. Shahar shovqindan chetda, O'g'iz tayda 4 ta baloni bor, bitta yuradigan mashinangiz bo'lsa bo'ldi. Bemalol 3 daqiqa, 5 daqiqa shaharga zing kirib chiqib yuraverasiz. Maktab ham yaqin joyda joylashgan. Bunaqa qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar, ulgurib qolinglar. Kottejlarimiz soni cheklangan miqdorda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'rib, usta aytib eshitsalaringiz bo'ladi. Shahrimizning markazidan 3 ta bir xil kompaktni kottejlarimiz sotuvga qo'yilyapti. Kачествосiga egalari javob deyapti. Lokatsiyasini pastda qoldirib o'tamiz. Carmen Plus klinikasini shunagina orqasida qurilgan. Oldida ham to'liq uchastkalar kottejlar massivi ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu yon tomondan ham kottejlar qilinish rejalangan ekan. Xo'p, oldida ixchamgina yer maydoni, darvozadan ichkarisi chisti 2 sotiq deyaptilar. 13,5 ga. Xo'p, ichkariga qarab 15 metr ketgan ekan. Birinchisi uglovoy va oxirgisi ham uglovoy bo'lishi kerak adashmasam. Yana kelib ko'rib usta aytib eshitaverasizlar. Alohida kolodislari qilingan bir boshlama ko'rsatishni boshladim. Shitlarni tashqariga chiqarib qo'yilgan, elektromontaj, santexnika montaj, steyajka, shkatulka ishlari a'lo darajada. Bu kottejimiz oddiy plita emas, to'liq podvaldan boshlab 3-qavatgacha monolit, 3-qavatning usti ham monolit yopilgan holatda. Mashina qo'yish uchun joy, elektron darvozamiz, podvalga tushish qismi, xo'p, uklon qilingan suv ketishi uchun, ya'ni qor yomg'ir suvlari, tashqarida alohida bitta hojatxona uchun joy, yonida letniy kuxnya qilish uchun joy, shu uchun tepasi mana shunaqa holatda qoldirilgan hamda kanalizatsiyalar chiqarilgan holatda turibdi. Podvalimiz ham visokopotolochni, podvaldan tashqari 5 ta xona, 3 ta sanuzul qilingan, gap bo'lishi mumkin emas. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda birinchi kattagina mehmonxona kutib oladi sizlarni. Eshik derazalariga ham e'tibor berasizlar. Plast eshik derazalarni sami kачественность qilingan. Bu yerda oshxonamiz, santexnika montajlari qilingan, elektromontajlari qilingan. Oyoqda endi teplый pollarigacha qilingan. Bu yerda bitta pastdagi родительский spalnimiz. Spalnida va bu yerda alohida o'zini ixchamgina joychasi ham bor. Kurilkacha deydimi? Shunaqa qilib taxlangan. Sifatiga kelib bitta o'zlari baho berib ko'rsinlar, mijozlar deb aytib o'tdilar egalari. Xo'p, bu yerda pastdagi razdelni sanuzul xonalari, bu yerda rakvina ichkarida sanuzul qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, podvalni ham bittasizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Podval nomi bilan podval, yorug'ligi ozgina pastroq, lekin juda ham baland, visokopotolochni qilingan. Где-то 290 atrofida podvalning balandligi. Katta podval, podvallarimiz devorlarigacha e'tibor berasizlar, ahamiyat berasizlar, monolit. Oyoqdagina podvalda ham teplый pol. Podvalga tashqaridan ham qilsa bo'ladi, ichkaridan ham zina qoldirilgan, bu yerdan tashqi zinasi, bitta katta kladovka ham qoldirilgan. Podvaldagi xonalardan tashqari o'zi 5 ta xona. Podvalda ham yana 2 ta xona bemalol foydalansa bo'ladi. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda 3 ta yotoqxona, bitta katta sanuzul qilingan. Даже bitta yotoqxonaning ichida yana sanuzul qilish imkoniyati mavjud. Yana 2 ta hol mavjud. Bu yerda mana общий sanuzullar. Mana ichkaridan eshik ochib, spalni ichiga ham qilib bo'lsa bo'ladi kerak bo'lsa. Tepalari monolit, kattagina hol. Ikkinchi qavatimiz ham teplый pol. Yotoqxonalar katta-katta. Mana shu 2 sotiqlik kottej egasini raqamlari bo'ladi. Narxidan ozgina kelishiladigan joyi bor. Kelib ko'rib usta aytib eshitasizlar. Даже balkonimizgacha uklonlar qilib, suv ketadigan joylar tayyorlab qo'yilgan ekan. Mana shu качественный kottejlarimiz sotuvda.